Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun 5-mavzu Newton qonunlari, og'irlik kuchi haqida gaplashamiz. Demak, bu dinamika bo'limi qismi hisoblanadi. Ya'ni kuch bo'yicha kuchlarni ta'siri, kuchlarni jism harakatiga ta'sirini o'rganamiz. Dinamika bo'limi grekcha kuch degan ma'noni anglatadi va mexanikaning jismlar mexanik harakatini ularga ta'sir qiladigan kuchlar bilan bog'lab o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Dinamikaning asosiy ikkita vazifasi bor. Ya'ni jism harakati ma'lum bo'lsa, unga ta'sir etuvchi kuchlarni aniqlash yoki jismga ta'sir etuvchi kuchlar ma'lum bo'lgan holatda harakat qonunini aniqlash hisoblanadi. Ya'ni ikkala holatda ham harakatga ta'sir etayotgan kuchlarni harakatga bog'langan holatini ko'rishimiz mumkin. Endi dinamikaning eng asosiy qonunlaridan biri bu Newton qonunlari hisoblanadi. Newton qonunlari dinamikaning asosiy qismini tashkil qiladi. Newtonda 3 ta qonun bor. Newtonning eng birinchi qonuni quyidagicha: agar jismga boshqa jismlar yoki tashqi kuchlar ta'sir etmasa, o'zining tinchlikdagi holatini yoki harakatdagi holatini saqlaydi. Ya'ni bu nima degani desa, agar siz bitta joyda turgan bo'lsangiz, sizga tashqi kuch ta'sir ko'rsatilmasa yoki siz o'zingizni tinch holatingizni saqlaysiz yoki harakatdagi holatingizni saqlaysiz degani. Ya'ni siz bitta joyda turibsiz, sizga tashqi kuch ta'sir ko'rsatilmadi. Misol uchun kimdir kelib sizni surmadi yoki qandaydir shamol ta'sir ko'rsatmadi yoki boshqa kuchlar ta'sir ko'rsatmasa, agar siz muvozanat holatda turgan bo'lsangiz, muvozanat holatingizni saqlaysiz. Agar harakatda bo'lgan bo'lsangiz, o'sha harakatdagi holatingizni saqlaysiz. Mana quyidagi rasmda inson o'sha tik turgan holatida muvozanat holatda turibdi. Mana muvozanat holatiga tashqi ta'sirlar ta'sir ko'rsatmayapti. Demak, bu o'zini muvozanat holatini saqlab turibdi. Bu Newtonning birinchi qonuni, inersiya qonuni ham deb ataladi. Newtonning ikkinchi qonuni. Newtonning ikkinchi qonuni jismni olgan tezlanishi unga ta'sir etayotgan kuchga to'g'ri proporsional, massasiga teskari proporsional. Ya'ni olgan tezlanishimiz a teng f taqsim m. Ya'ni kuchga to'g'ri proporsional, massaga teskari proporsional. Quyidagi rasmda ko'rib turibmiz, m massali jismni f kuch bilan surib ketayotganda a tezlanish olyapti. Endi xuddi o'sha massani yarim, ya'ni 1/2 qismini surganda 2a tezlanish olyapti. Endi xuddi o'sha massani 2 barobar oshirganda, lekin bir xil kuch ta'sir ko'rsatganda tezlanish 2 barobarga kamayadi. Demak, berayotgan kuchimiz tezlanishga to'g'ri proporsional, massamiz teskari proporsional hisoblanadi. Newtonning 3-qonuni. O'zaro ta'sirlashuvchi ikki jism bir-biriga miqdor jihatdan teng va bir to'g'ri chiziq bo'yicha qarama-qarshi tomonlarga yo'nalgan kuchlar bilan ta'sirlashadi. Bu aks ta'sir qonuni hisoblanadi. Ya'ni siz qanchalik kuch bilan ta'sir ko'rsatsangiz, F1 kuch bilan sizga ham shuncha kuch bilan ta'sir ko'rsatadi degan. Mana quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin. Bola devorga mahkamlangan ilgakka arqon ilib turib tortyapti. Demak, bola qanchalik kuch bilan tortsa, devor ham shunchalik kuch bilan tortadi. Buni isbot sifatida devorning o'rniga mana bu yerda avtomobil qo'yilgan. Demak, avtomobil muvozanat saqlash uchun shuncha kuch bilan nima qiladi? Tortadi. Kuchlar bir-biriga teng, 500 Newton, lekin qarama-qarshi yo'nalishda. Shuning uchun
F1 kuchimiz musbat desak, ikkinchi qarama-qarshi yo'nalishdagi kuchimiz manfiy hisoblanadi. Bu manfiy degani yo'nalish jihatdan qarama-qarshi degani. Endi jismning og'irligi. Jismning osmaga yoki tayanchga ko'rsatayotgan ta'sir kuchi jismning og'irligi deyiladi. Og'irlikni juda ko'p ko'rganmiz. Misol, og'irlikni o'lchaydigan tarozilar juda ko'p. Stерженli tarozilar bor, ya'ni prujinali tarozilar bor, elektronli tarozilar bor. Hop, yana og'irlikni muvozanat holatida o'lchaydigan, ya'ni bir pallasiga tosh, ikkinchi pallasiga buyumni qo'yib o'lchaydigan tarozilar bor. Hamma holatda ham mana bu jismni, har qanday jismni massasini J ga ko'paytmasi, ya'ni og'irlik shu pastga qanchalik berayotganini topish uchun massani J ga ko'paytiriladi. Ya'ni J degani erkin tushish tezlanishiga ko'paytiriladi. Mana shu holatda nima bo'ladi? Jismni og'irlik kuchi kelib chiqadi. Endi og'irlik kuchi doim yerni markaziga harakatlanadi. Shuning uchun og'irlik kuchi doim pastga yo'nalgan bo'ladi. Demak, og'irlik kuchi T harfi bilan belgilanadi. Teng m ko'paytirilgan j. Endi agar jism ipga osilgan bo'lsa, jismning og'irligi o'rniga ipning taranglik kuchi ham deyiladi. Ya'ni ipga osilgan bo'lsa, demak o'sha ipni tarangligi jismni yerga berayotgan og'irlik kuchiga teng hisoblanadi. Agar jism biror tayanchga tayanib turgan bo'lsa, jismning og'irligi o'rniga tayanchning reaksiya kuchi ham deb ataladi. Bu tayanchning reaksiya kuchida, misol uchun, mana bu tarozini ko'rishimiz mumkin. Tarozini ustiga massa, ya'ni yuk qo'yilgan. Yuk buni pastga bosyapti. Ya'ni massa doim, og'irlik kuchi doim pastga qaragan bo'ladi. Mana pastga qaragan bo'lyapti. Lekin buni ko'taruvchi kuchi bor. Ya'ni tarozining tayanch kuchi bor, reaksiya kuchi. Bu yuqoriga ko'targan bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi massa og'irlik kuchi qancha bossa, reaksiya kuchimiz ham shuncha yuqoriga ko'tariladi. Shuni hisobiga mana bu yerda strelka ma'lum bir ko'rsatkichni ko'rsatadi. Misol uchun, taroziga chiqqanimizda ham ma'lum bir ko'rinishni, ya'ni son qiymatni ko'rsatadi. Endi elektron tarozilar qanday o'lchaydi desa, elektron tarozilar xuddi mana shu tarzda ishlaydi, ya'ni jismni tayanchga berayotgan reaksiya kuchi orqali ishlaydi, lekin mana bu yerdagi ko'rsatkichi sifrovoy bo'ladi, ya'ni raqamli bo'ladi. Bu yerda raqamli emas, qandaydir mexanizm orqali ifoda qilinadi. Endi mexanizm orqali ifoda qilinganda, mexanizmni bir-biriga ishqalanishi, mana bu yerdagi mexanizm bo'laklarini vaqt o'tgandan keyin yedirilishi yoki nosoz bo'lib qolishi natijasida ko'rsatkich aniq ko'rsatmasligi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda elektronli tarozilarga o'tilgan. Demak, bugungi bo'limimiz dinamikaga kirish, Nyutonning 3 ta qonuni va jismning og'irligi haqida gaplashdik. Keyingi darslarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat.